Xushxabar, Moskvada ish bor, smenasi 5000 rubl, soati 400 rubl, plus obed bepul, plus har hafta oylik, plus 18 dan 50 yoshgacha erkaklar. Ish oddiy gruzchik vakansiyasi Vkusfil magazinini skaladlarda. Bunga nima deyapti? Videoga like bosish unutmanglar, videoga maksimal darajada like bosinglar. Srochno odam kerak Zuhriddin deyapti. 50 yoshgacha erkaklar, Moskva yoki oblast patenti bo'lishi shart. Xo'p, bu ishimiz Vkusfil magazinini o'sha skaladida nashnoy gruzchik. Faqat ish nochta bo'ladi. Smenasi 4800 plus 250 rubl pitание. Xo'p, bugungi chistoni aytib o'tay, tez 10-oktyabr ekan. Xo'p, Moskvada ish metro Dimitrievskaya, ikkinchisi metro Kashirskaya. Moskovskiy oblastda esa Putilkovo. Bu metro oblastga kiradi. Hammasi metroning oldida, rядом joylashgan. Ya'ni Putilkovo metro Moskovskiy oblastga kiradi. Metro Dimitrievskaya, metro Kashirskaya bu Moskvaga kiradi. Qaysi metro sizga yaqin? Tez ekrandagi nomerga telefon qilib, bugun o'zida ishga chiqsangiz bo'ladi. Qatnab ishlab kelinadi, ya'ni yotoq joyi yo'q, tushundinglarki, soatiga 400 rubl. 11 soatga 4400, 12 soatga 4800 plus 250 rubl obed. Ya'ni nochta faqat obed bo'ladi-ku, to'g'rimi? O'shani 250 rubl plus sizlarga yana pul beradi. Xullas, kuniga bitta sutka, ya'ni yarim sutka ishlab chiqishinglar 5050 rublga to'g'ri kelyapti. Bir haftada endi 7 ga ko'paytirsanglar, bir haftaga 40000 rubl. $500 haftasiga. Bunaqa ish nima deyapti? Nahotki shu videoga like bosmasanglar, nahotki shu videoga otangga rahmat deb yozmasanglar komentiga, nahotki shu videoni musofirda ish qidirib yurgan akalarimizga jo'natmasanglar. Ish jarayoni xuddi shunga o'xshash, ya'ni aynan o'sha skalad emas bu, prosto gruzchik, endi hamma tushunsa kerak nima ish qilishini. Aynan videoda ko'rsatib qo'ydimki, mana shunaqa ish qilinadi, xullas gruzchik vakansiyasi. Tezda ulgurib qolinglar. Tezda joylar soni cheklangan, pastdagi raqamlarga hoziroq tez telefon qilinglar. Srochni bugun o'zidan 10-oktyabrdan ishni boshlasanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar. Albatta Zuhriddin Musofir kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Bazada turadigan registratsiya, трудодоговор, уведомление, снилс, NN, перевод, pasport, deport, zapret tekshirish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi +7926 132 42 42 raqamlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Avaz akamiz sizlarni har bitta ishinglarni o'z vaqtida ishonarli va kafolatli tarzda bitirib beradilar. Bilasizlar, bizning xizmatlarimiz Moskva, Moskovskiy oblast, Vladivostok, Ryazan, Kazan, Tula hamma shaharlarda